bizani sovrinimizni qo'lga kirgazgan qizimiz mana bugun bizning klinikamizga birinchi marta kirib keldilar. Xush kelibsiz. Bizani go'zal xonimiz Ayazova Go'zal Sarijonovna kelib o'tiring. Men juda xursandman. Mana birinchi o'sha kundan beri boshlagan priyomimga yetib keldingiz. Birinchidan xursand bo'ldim. Bu narsani tasodifan menda eshitdingiz. Juda ham qiziq bo'ldi. O'sha anaqada do'konda edingiz, mana joyingizda chiroyli ro'mollar turibdi. Kran o'tirdim, izmash qoldim. Siz mana hozir qizlar yetishdi, mana bilmadim. Agar bugun kelishingiz yozilganingizni bilmay qolibman. Biz sizga ofitsial sertifikat qo'lingizga berayotganimizni ko'rsatib, buni действительно haqqoniy, men yaxshi ko'raman bunaqa narsalar. Ayniqsa ro'za Ramazon kunlarida Alloh ko'ngliga soladi, biz mana kimdir yutadi. Xuddi sizga o'xshagan qizimizni yozda bizani ekoyimizni yutdilar. Mana hozir homilador. Assalomu alaykum. Hammaga mana shu konkursda yutib, bugun keldim Shahnoz opam oldilariga. To'g'risini aytsam, rosa xursandman yutganimdan. Biz shu gazeta уже 10 yildan beri farzandsizmiz. Shu boshida turmush qurganimizda seleksionerga bordik, rosa ko'p qatnadik. Lekin shu bo'lmadi. O'sha oxirgi bitta klinikaga borganimizda anaqa bo'lmaydi dedi, nagri, hozir bo'lmaydi sizlarda degandan keyin o'sha keyin borgimiz ham kelmay qoldi. 3-4 yildan beri bormaymiz, umuman hech vaqt qatnamaymiz ham. Mana shu kunlarda shu nasib qildi, shu yerga kelib yutib ketish. Rosa xursandman. Shahnoz opamga katta rahmat. Anchadan beri o'zlarini kuzataman. Kelaman deb niyat qilardim, shu kunlarga nasib qildi. Rahmat katta ko'ngliga.